Endi kelişimiz vatandaş bugün Çislaq 2023 yıl 5. ayının 18. günü. Vatandaş endiki haber mundaq. Heptiki Perşembe. Ukrayna Cungo'nun baş elçisi mundaq dedi. Tinchlik vatan tuprog'ini kesib berishdan direkt bermaydi. Mavzuli xabar 5. ayning 18. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Ukrayna Tashqi ishlar ministri 5. ayning 17. kuni Jungo'ning Ukraynaga avatgan alohida elchisi bilan ko'rishdi. Va bu urush o'tiri bilan depsendi qilingan bu devlet Ukrayna. Rusya besib olgan ziminlardan voz kechish bedeliga tuzilgan tinchlik planini qabul qilmaydi dedi. Ukrayna poytaxti Kiyevda Jungo'ning alohida elchisi Lixoy Jungo yetakchilik qilgan suhbat bilan Rusya Ukrayna to'qinishini hal qilishni ilgari surgan edi. Rusya'nın qadinas dostu hesaplangan Jungo hozirgacha Rusya Ukraynaga tajovuz qildi deb ayblamadi. Ukrayna Tashqi ishlar ministri Dmitry Kuleba mundaq ko'rsatdi. Rusya Ukrayna urushini tinch yo'l bilan hal qilish, Ukraynaning zamin butunligini, egilik huquqini hurmat qilish bilan belgilanadi. Ukrayna Tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Kuleba Lixoy bilan ko'rishganda territoriyadan ayrilib turib, urush to'xtadigan har qanday taklifni qabul qilmaydi deb ko'rsatdi. Ukraynaning Tashqi ishlar ministrligi. Şu noktaya siz qaraysiz endi vatandaş. Rusya Ukrayna urushi bugün torbetlarda ancha-muncha xabarlar yetib keldi. Masalan, hozir oldingi sepda Ukrayna armiyasi okopga tushib urush qilish. Okopga tushib urush qilish bilan hozir 20 kilometrcha ilgariladi. Mesela Rusya besib olgan ziminlarning ichida tavaligida 20 kilometrcha ilgariladi deyil. Bu albatta hal qilg'uch paytlar torbeti shundaq dedi. Anda uning osti qo'yilgan mavzuda nima deyilibdi desangiz, Ukrayna armiyasi g'albisini ilgariladi, hozir qattiqroq bir chaqiladiganlar bo'lsa. Ukrayna armiyasi qattiqroq birla qaytarmiz zarb berdigan bo'lsa, Rusya armiyasi tarmar bo'ladi. Agar vaziyat shunda qildak bir ustiga yetib kelgan bo'lsa, vatandoshim, buningda biri Ukrayna armiyasining qobiliyati, urushdagi san'ati yoki g'alaba qilish, mashq qilish, manver qilish da avvalgi hisobda, keyin ondan harbiy ishlarda tarbiyalanish jihatini aytganda bu armiyaning qudratining yuqori ko'tarilganligini ko'rib olaysiz. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi g'arb dunyosining bu armiyaga, ya'ni Ukrayna armiyasiga berayotgan harbiy iqtisodiy yordamlarga endi rahmat aytasiz vatandosh Ukrayna uchun. Hozir endi alqolg'uch damlayaka alqolg'uch paytlar torbeti shu xabarni yoki video filmni berganda qarasangiz bu urush hozirla oxirlashib qolgandek yoki oxirlashga yaqinlab kelgandek. Lekin yana bir qarasangiz bu urush yani davomlashadigandak. Masalan, Rusya yani davomli qarshilik ko'rsatayotgandek. Tunigun bir xabarda shunda xabar yetib keldiki, nima desangiz, Rusya armiyasi emas, balki haliqi yollanma qo'shin Wagner qo'shini Rusya armiyasi qartib o'q chiqargan gap. Uning avvalidagi bir xabarda Rossiyaning 4 tane aeroplanini
Rusya özünün askeri kısımları etip çürgen gap. Hazır Rusya, Ukrayna uruş meydandaki vaziyet manımışında endi Cungo'nun yaraştırıcı fevkulladı elçisi Lixoy biz ötkenlerde şunda dedik ki bu uruş kandakta bir çıgıradan keyik atlap ketip yoki çıgırada bir tasadüflük yüz yürüp şunun bilan ikki davlat o'rtasida bo'lgan urush emas. Rossiya tajovuz qildi. Rossiya Ukraynaga tajovuz qildi. Shuning uchun buni qanday yarashtirish kerak endi? Sen zimindan voz kechib, Rossiya besib olgan zimindan voz kechib, tegishli planiga kelasan deb Lixoy Jungo'ning elchisi shundoq desa, Ukraynalar buni qanday qabul qiladi? Ukrayna bir davlat tajovuz qilgani yo'q, balki Rossiya tajovuz qilyapti. Rossiya tajovuz qilib kirishgan. Bu urushni sen avval berib Rossiyaga xizmat ishla. Rossiyani to'xtat. Ukraynada besib olgan ziminlardan chekindir. Uningdan keyin andan tegishli planini Jungocha yoki Lixoycha o'tirg'a qo'ysam, endi buningga xalqaro jamiyat bir narsa deydi. Yuqori ikki xabar, nozik xabar vatandosh. Biri Wagnerning Rossiya armiyasiga qarshi o'q chiqarganligi, ikkinchisi hozir okopga tushib urush qilish bilan Ukrayna armiyasining 20 kilometr ilgirliganligi, Rossiya armiyasining holining xarablashganligi. Agar qattiq bir qaytarma hujum bo'lsa, darhol tarmar bo'ladiganligi bu xabar nuqtasida katta xabar. Hem urushning oyoqlashishimi yaqinlab qoldimi nima deb savol qo'ysangiz vatandosh